Mani pechkachi deb toniganlar shiydamisizlar? Qani nechtasizlar? Kommentda, laykda sanab bilib olaman. Hozir sizlarga yangi bitta hammomga pushka pechkani taklif qo'yganman. Hozir yechib ko'rsataman. Mana bu yog' bachogi, mana ko'rishinglar mumkin, 3 litr ketadi. Bunisi pushkasi juda ham baquvvat materiallardan qilingan, olov yoqadigan joyi. Hali buni yoqib sizlarga testdan qilib beraman. Hadzakaz hammomni parxonasiga qilib beryapman. Mana bu yerga bemalol toshlarni terib, suvni sepib, mazza qilib cho'milsa bo'ladi. Mana bu olov asosiy yonadigan joyi bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu ham juda ham baquvvat materiallardan yasalgan. Narxi 1.200.000 so'mga chiqadi. Xuddi mana shunaqa holatda mana ko'rishinglar mumkin. 4 ta bo'lakga bo'linadi. Yana bunga havo purkagicham 12 voltligidan qo'shib beriladi. Xohlasanglar 12 voltda yoki 220 da ishlatsa bo'ladi. Sifati o'ta yuqori, mana ko'rishinglar mumkin. Hamma joyi baquvvat qalin metallardan qilingan. Kimga mana shunaqa hammomga, uyga, sexga, xullas atrobotka pechkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilaverasizlar. Biza qaytdik yana.